Tolibon harakati matbuot xizmati tarqatgan bayonotga ko'ra, Afg'oniston, Xost, Paktiya, Nuriston viloyatlari hamda boshqa ayrim hududlarda Pokistonga qarshi harbiy amaliyot boshlangan. Al Jazeera telekanali Afg'oniston qurolli kuchlaridagi noma'lum manbaga tayanib xabar berishicha, janglar davomida 10 nafar pokistonlik harbiy halok bo'lgan va 13 ta post egallangan. Pokiston tomoni esa yo'qotishlarni rad etmoqda. Pokiston axborot vazirligi toliblarni chegarada hech qanday sababsiz o't ochishda ayblab, bu harakatga darhol va samarali javob berilganini ta'kidlagan. Reuters agentligi Islomobodga tayanib yozishicha, to'qnashuvlarda toliblar tomonidan 22 nafar harbiy halok bo'lgan hamda bir nechta uchuvchisiz uchish apparati urib tushirilgan. Tolibon matbuot kotibi amaliyot boshlash qarori Islomobod tomonidan chegaraning bir necha bor buzilishi va provokatsiyalarga javob sifatida qabul qilinganini bildirgan. 22 fevral kuni Pokiston harbiylari ikki davlat chegarasida joylashgan Paktiya va Nangarxor viloyatlariga havo zarbalari yo'llagan edi. O'shanda Pokiston ushbu hujumlar Tehrik-i-Tolibon Pokiston va Islomiy davlat guruhlariga qarashli lagerlarga qaratilganini bildirgan edi. Pokiston rasmiylari ushbu guruhlarni mamlakat hududidagi qator teraktlarni, jumladan fevral oyi boshida poytaxtdagi shiyalar masjidida sodir etilgan portlashni tashkil etganlikda ayblagan. Axborot vazirligi bayonotida hujumlar Afg'onistondagi kuratorlar rahbarligidagi pokistonlik toliblar tomonidan amalga oshirilgani aytilgan. Al Jazeera telekanali Pokiston rasmiylariga tayanib havo zarbalari natijasida 70 nafar jangari halok bo'lganini xabar qilgan. Tolibon esa o'sha kuni qurbonlar orasida ayollar va bolalar ham bo'lganini iddao qilmoqda. BBC nashrining yozishicha, 26 fevral kuni Markaziy Osiyoning 5 ta davlati Qirg'iziston, Qozog'iston, Tojikiston, Turkmaniston va O'zbekistonning tashqi ishlar vazirlari Londonda C5+1 formatida Britaniya tashqi ishlar vaziri bilan uchrashuv o'tkazdi. Rossiya, Xitoy va G'arb davlatlari o'rtasidagi ta'sirni qayta taqsimlash, shuningdek muhim resurslar uchun kuchayib borayotgan raqobat sharoitida Britaniya uzoq yillar davomida e'tiborsiz qoldirilgan mintaqa bilan munosabatlarni qayta qurishga harakat qilmoqda. Bu Buyuk Britaniya tashqi siyosatidagi sezilarli o'zgarishni aks ettiruvchi noyob format hisoblanadi, deyiladi xabarda. Shuningdek, nashr mazkur uchrashuv sababini izohlab, ko'p yillar davomida Markaziy Osiyo uchun Rossiya iqtisodiy kuch hamda investitsiya manbaiga, Xitoy esa yetakchi savdo sherigiga aylanayotganini, Britaniyani mintaqa bilan munosabatini qayta ko'rib chiqishga undayotgan bo'lishi mumkinligini keltirgan. Jerusalem Post va boshqa bir qator nashrlarning yozishicha, 250 ga yaqin xalq muhojirlari 23 fevral kuni Tehron g'arbidagi Mulla Mutahhari qarorgohiga hujum qildi. Ulardan 100 tasi Eron rejimi kuchlari tomonidan o'ldirilgan. Xalq muhojirlari Eron muxolifat tashkiloti hisoblanib, mamlakat hamda xorijdagi avvalgi qurolli harakatlar va teraktlar tufayli bir necha yil davomida Yevropa ittifoqining terrorchi guruhlari ro'yxatida bo'lgan. Tashkilot dushanba kuni kechqurun 150 nafar jangchi sog'-salomat o'z bazalariga qaytgani haqida e'lon qilgan. To'qnashuvni va qurbonlar sonini Islom inqilobi qo'riqchilari korpusiga yaqin bo'lgan Tasnim agentligi ham tasdiqlagan. Hodisa haqida Eron tomonidan moliyalashtirilgan Hizbulloh guruhining norasmiy targ'ibotchisi hisoblangan Al-Akbar gazetasi ham xabar berdi. Al-Akbar mazkur hujumni xalq muhojirlari tomonidan xorijiy maxsus xizmatlarning bevosita ko'magida amalga oshirilgan eng xavfli va murakkab operatsiyalardan biri deb atadi. Gazeta hujum ortida Isroilning muassat razvedkasi turganini ta'kidlamoqda. Biroq Isroil bunday ma'lumotni tasdiqlagani yo'q. Janubiy Koreya gazetasining yozishicha, Koreya Xalq Demokratik Respublikasi yetakchisi Kim Chen Inning qizi Kim Ju-e fevral oyida bo'lib o'tgan Koreya Mehnat partiyasining navbatdagi qurultoyida mamlakat yadroviy kuchlari rahbari sifatida ishtirok etgan. Xabarda Kim Ju-e aynan qanday lavozimda ishlayotgani haqida ma'lumot berilmagan, faqat uni raketa bo'linmasi bosh direktori deb atash mumkinligi, u generallardan hisobotlar olib, ularga buyruq berayotgani qayd etilgan. Nashrning Janubiy Koreya maxsus xizmatidagi manbalari Kim Chen In qizini o'zining vorisi sifatida tayyorlayotganini bildirmoqda. Shimoliy Koreya rasmiylari Kim Chen In oilasi haqida juda kam ma'lumot e'lon qiladi. Taxminlarga ko'ra, Kim Chen Inning yana 2 o'g'li bor bo'lib, ulardan biri Kim Ju Enning katta akasi 2010-yilda tug'ilgan Kim Chen Judir.
Strategik va xalqaro tadqiqotlar markazi hisobotida keltirilishicha, 2022 yildan beri Xitoy qurolli kuchlarida olib borilayotgan tozalash va ishdan bo'shatishlar taxminan 100 ga yaqin yuqori martabali harbiyga ta'sir qilgan. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, so'nggi 4 yil ichida Xitoy armiyasida 36 general ishdan bo'shatilgan. Yana taxminan 65 kishi uzoq vaqt davomida yig'ilish va tadbirlarda qatnashmagan. Ularning ismlari matbuot hamda rasmiy bayonotlardan yo'qolgan. Bu chora-tadbirlar Si Jinpinning Xitoy harbiy rahbariyatini Mao Tsedun davridan beri eng agressiv tarzda qayta tuzish harakati sifatida baholanmoqda. Tozalash ishlari Xitoy Xalq ozodlik armiyasining 176 yuqori rahbarlik lavozimining yarmidan ko'pini, Markaziy harbiy kengash va qo'mondonlik darajalaridagi barcha lavozimlarni qamrab olgan. Tahlilchilar bu o'zgarishlar armiyaning jangovar salohiyatiga ta'sir qilishi mumkinligini bildirmoqda. Tajribasi katta rahbarlarning yo'qolishi Xitoyning qisqa muddat ichida Tayvanga qarshi keng ko'lamli harbiy amaliyot o'tkazish imkoniyatlarini shubha ostiga qo'yadi. AQSh Moliya vazirligi Rossiyaga qarshi sanksiyalar ro'yxatini 4 nafar jismoniy shaxs va 3 ta tashkilot bilan kengaytirdi. Bu haqda xorijiy aktivlarni nazorat qilish boshqarmasi xabarida aytiladi. Ro'yxatga Rossiya fuqarolari Sergey Zelenyuk, Oleg Kucherov va Marina Vasanova, shuningdek O'zbekiston fuqarosi Azizjon Mamashoyev ham kiritilgan. Davlat departamenti xabariga ko'ra, Azizjon Mamashoyev rossiyalik xakerlar Oleg Kucherov va Sergey Zelenyuk bilan birgalikda AQSh kiberxavfsizligiga qarshi qaratilgan operatsiyalarda, shuningdek dasturiy ta'minot zaifliklari savdosida ham ishtirok etgan.